Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızda görüşenlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğun. Hürmetli televizyon görüşler, aldı bilen bizde tıktanlarga bu hafta huzuruna sunmakçı bolan haberlerimizin asasi mazmununu tanıştırmız. Tıktanlarda Tayland'daki açarçılık e'lon qilgan Uyg'urlarning noma'lum joyga yo'tkab ketilganligining oshkorlanganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla Xitoy Ramazonni yana cheklamalar bilan boshladi mavzuli xabarimiz. Hammalarga ma'lumki, Xitoy bu yil Xinjiangda Dini erkinlik ahval namlıq aqtaşlıq kitabını e'lon qilib bir tarafdan yana o'xshashli burunqidaklam bu cheklimalarini davomlashtirmoqda. Shunda qildiqlarda Erdo'g'anning boks shohi Muhammad Alining meyit namoziga qatnashish uchun Amerika qilgan ziyorati bo'ldi. Shundaqla Amerika Mudofaa ministerining Xitoyni ogohlantirganligi haqidagi xabarimiz bu va buningdan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Kur'an kursi ve ana til yaslisi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati qaramog'idagi İstanbul, Zaytinburnu va Safaköy rayonlaridagi Kur'an kursi ve ana til yaslisi o'quvchilari uchun o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati qaramog'idagi İstanbul, Zaytinburnu va Safaköy Kur'an kursi ve ana til yaslisi o'quvchilari o'qish bitirish murosimi o'tkazdi. 5 iyun yakshanba kuni tushdan keyin Zaytinburnu va Safaköy Qur'on kursi va ana til yaslisi o'quvchilarining 2015 va 2016 yil o'qish yilidagi 1 yillik o'qishini muvaffaqiyatli tamomlaganligi munosabati bilan o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Murosimga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon va idora hay'at a'zolari Ahmad Yasaviy ilm va irfon vaqfining raisi Ilyos Saka, Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlaridan Sharq Turkiston yoshlar va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Ilhom Turalli, Sharq Turkiston vaqfi vakili Tibat Yuja Turk, Qozoq turklari ta'lim tarbiya va hamkorlik jamiyatining faxriy raisi Yaqubjon hamda o'quvchilarning ota-onalari bo'lib 1000 dan ortiq kishi qatnashdi. Munosim tushdan keyin soat 2 da boshlanib 5 kishi davomlashdi. Oldi bilan jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon ichilish nutqi so'zildi. Değerli misafirler, başkanlarım ve hazırım. Hepinize Allah'ın selamını sunuyorum. Buraya kadar teşrif kılganlıklarınız için bütün evlatlarımızdaki ata-anaları, uruk tutanları, kerindaşlarına rahmet ettiğimiz tekrar hoş geldiniz. Arkadan İstiqlal televiziyasi tarafidan ishlangan qisqa film qo'yilib, ikki o'rindagi o'qitish ahvoli va o'quvchilar haqida tunishtirish berildi. Marosimning qolgan qismi o'quvchilarning nomer ko'rsatishi bilan davomlashdi. O'quvchilar Qur'oni Karim o'qish, she'r deklamatsiya qilish, samo selish, etut va teatr o'ynash qatorliq nomerlarni ko'rsatdi. O'smirlarning nomerlarida islomga bo'lgan sadoqat, vatan muhabbati, zulm va tengsizlikka qarshi qat'iy ruh, ota-ona va o'qituvchi ustozlarga bo'lgan minnatdorlik tuyg'usi namoyon bo'ldi. Faoliyat maydoni boshdan oxir jonliq kayfiyatga to'ldi. Oxirida Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi bir hay'at o'quvchilarning o'qish bitirganligini muboraklab, ularga medal taqib qo'ydi. Oxirida jamoat arbobi Abduqodir Yapjonning so'z qilishi va duo qilishi bilan faoliyat oxirlashdi. Biz hiç qanday ishni kichik sanamay, yengil qaramay, bugungi avlodlarimizga dinimizni, Sharqiy Turkiston tarixini omshar qilib, bu ma'nodan biz bu o'smirlarimizni bu orqali din orqali, ilm ma'rifat orqali, buni qiziqtirish orqali o'zni yetildirib, bundan keyin ummat islom uchun, Turkiston xalqi uchun xizmat qila oladigan cesaretli bir yaşlarını yetiştiriş bu ibaret bir âli maksat bulmaktayız. Taylandda açlık e'lon qilgan Uyg'urlar noma'lum joylarga yo'tkaldi. Tayland markaziy turmasida açlık e'lon qilgan 29 Uyg'ur bu harakatining 6 kunida Bangkokdagi markaziy turmadan elib chiqib ketilgan. Tayland markaziy turmasidagi 31 Uyg'urning 29i ochliq e'lon qilib, 6-kuni, ya'ni 6-oyning 5-kuni atiganda ochliq e'lon qilishga qatnashmagan 2 Uyg'urdan boshqa 29 Uyg'ur
Bangkokdagi markaziy turmadan elib chiqib ketilgan. Biz egallagan uchurlardan ularning ochliq e'lon qilishi 3 yildan beri turmadagi nachar muhitda teni ojizlab zaiflashgan bir vaqtga to'g'ri kelgachga ularni turmadan elib chiqqanda mang'udak holi yo'q, soqchilarning so'rab va ko'tirib degandek elib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Yana mu ilgirlab egallagan ma'lumotimizda ularning Tailandning Kambodja chegarasiga yaqin yeridagi 3 turmaga bo'lib o'rinlashtirilganligi va ular bilan sirtdagi boshqa har qanday kishilarning ko'rishishiga vaqtincha ruxsat qilinmaydiganligi bildirilgan. 3 yildan buyon Tailand turmalarida yetayotgan Uyg'urlar hali ham Xitoyga qaytarilish xavfidan qutula olmadi. 31-may bu Uyg'urlar ochiq xat yozib ochliq e'lon qilgan edi. Eng yangi uchurlarda qarindoshlarimizning sonining davomli oshayotganligi, shundaqdimi ularning doktorxonaga emas, balki jazolash uylariga yo'tkalganligi ma'lum bo'ldi. Bu Uyg'urlarning ochliq e'lon qilganiga bugun 10 kundan oshdi. Ularning ahvolining qaysi holatda ekanligi texnicha ma'lum emas. Tailand hukumatining ularni nima sababdan Bangkok markaziy turmasidan Kambodjaga yaqin yerdagi turmaga yo'tkaganligi muhojiratdagi Uyg'urlarda har xil gumon va andishlarni paydo qilmoqda. G'uljida pasport iltimos qilganlarning DNAsini elish tuzumi yo'lga qo'yilgan. Ramazon yetib kelish oldida Xitoyning Sharq Turkistonda pasport iltimos qiluvchilarning DNAsini elish tuzumini yo'lga qo'yganligi oshkorlandi. Ramazon yetib kelish oldida Xitoyning Sharq Turkistonda pasport iltimos qiluvchilarning DNAsini elish tuzumini yo'lga qo'yganligi oshkorlandi. BBC to'rining 7-iyun xabar qilishicha, Xitoyning Eli oblastlik partikomining organ gazeti bo'lgan Eli gazetida doirlarning yuqorqi belgilamani 1-iyundan boshlab yo'lga qo'yilganligi e'lon qilingan. Gazetning xabarida qon avrishkisidan boshqa yana barmoq izi, ovoz to'lqini siziqlari va 3 o'lchamlik tasviri elindiganligi aytilgan. BBCning xabarida bu xil belgilamalarning allaburun butkul Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilganligi ilgari surilgan. Eli gazetida chigirdan kirib chiqishni boshqarish sho'ba idorasi mas'ulining so'zi naql qilingan. Yangi belgilamaga asosan ko'znaklardagi xodimlar pasport Hong Kong va Tayvan qatorliq joylarga boradigan yo'l xati qatorliqlarga iltimos qilgan, lekin biologiyalik uchurlari elinmagan yoki to'liq bo'lmaganlarning iltimosini rad qilgan. Xitoyning bu tuzumi dunyo taratqularida ko'chirib tarqitilib g'ulg'uli qo'zg'amoqda. O'tgan yili 5-oyda Eli oblasti uqtirish chiqarib, butkul aholilarni pasportlarini soqchilarning saqlab berishiga topshirib berishga buyruq qilgan va topshirmaganlarning pasportining biroqla bekor qilinganligini uqtirgan. Xitoy Ramazonni yana cheklamalar bilan boshladi. Xitoy bu yil Ramazon oyi yetib kelish oldida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ochib, atalmış Şinjanning diniy erkinlik ahvoli aqtashliq kitobini tarqitib, o'zini aqlashga tirishgan bo'lsa-mu, lekin Ramazon boshlanishi bilanla Xitoyning yanada ilgirki o'xshashli cheklimlarini yo'l qo'yganligi, hatto tutqun qilish elib borganligi dunyo matbuotlarining diqqatini tortdi. Xitoy bu yil Ramazon oyi yetib kelish oldida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ochib, atalmış Şinjanning diniy erkinlik ahvoli aqtashliq kitobini tarqitib, Ramazonda Uyg'ur musulmonlarga diniy erkinlik berdiganligini va'da qilgan bo'lsa-mu, lekin Ramazon boshlanishi bilan Xitoyning yanada ilgirki o'xshashli cheklimlarni yo'lga qo'yganligi, hatto tutqun qilish elib borganligi dunyo matbuotlarining diqqatini tortdi. BBC to'rining 7-iyundagi xabarida Xitoyning Sharq Turkistonda partiya a'zolari, ma'murlar va o'quvchilarni ro'za tutishdan cheklaganligi, ularning masjidga kirishini man'iy qilganligi o'tirg'a qo'yildi. Xitoy Ramazon yetib kelish oldida oshxonalarning tijorat qilmasligini oshxona egalari o'zlari belgilaydi deb davrang solgan bo'lsa-mu, lekin xabarda oshxonalarning normal tijorat qilishi talab qilinganligi ilgari surilgan. Ramazon harfisida Urumchilik 46-o'tir maktabning ota-onalarga Ramazon munosabati bilan yozgan ochiq xati Xitoy da'vo qilayotgan atalmış diniy erkinlikka qarata gumon qo'zg'ab, bu vaqtdagi munozirlarning boshlanishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan birga Xitoyning Ramazon oyining tunji kuni Qog'iliq va Kucha nohiyalarida 17 kishini qo'lga olganligi, ularning kishilarga Ramazonni tunishtirish va ro'za tutishga da'vat qilish bilan ayblanganligi o'ttirg'a chiqdi. Yaqinqi yillardan buyon minglagan Uyg'ur muhojirlarga manzil bo'lgan Turkiyadami ommaviy tashkilotlar va bir qism matbuotlar Xitoyning Ramazon mezgilidagi siyosatlarini sezgurlik bilan kuzatmoqda. Dunyoga danglik Al Jazeera televiziya kanalimi Xitoy doiralarining burunqiga o'xshashla musulmonlarning, jumladan Uyg'ur musulmonlarining ro'za tutishiga to'salg'u bo'lganligini xabar qildi. Xitoy ko'z bo'yamchilik qilib Ramazon oyini tabrikladi.
Sharq Turkistonda yurgizayotgan har xil zulm va cheklama siyosatlarini bar amallari bilan yo'gab pardozlab kelayotgan Xitoy tajovuzchilari Ramazon oyining yetib kelishiga agishib, yana o'zining hiliganligini ishga solmoqda. Tangritog Uyg'ur Uchtorining xabarida 6-oyning 5-kuni Sharq Turkistondagi Xitoy partikomining sekretari Jang Chunshan bilan Qo'rchoq raisi Shuhrat Zakirning Xitoy doiralari tarafidan Urumchida qurilgan Islom institutiga kelib, Sharq Turkiston musulmonlariga go'zal tilaklarini tilash hamda Ramazon oyini qutluqlash bilan birga bu oyning inoqlik, muqimlik oyi ekanligi, shunga o'rtoq tirishib, to'g'ri aqida turg'izib, inoq jamiyat qurib chiqish lozimligi haqida to'xtalgan. Xabarda yana Jang Chunshan diniy zotlardan tirishib, safosini o'stirib, to'g'ri e'tiqod turg'izish, to'g'ri yo'lda menish, asabiylikka qarshi turishning namunachilaridan bo'lishni umid qildi deyilgan. Xitoyning quyruq ko'rsatib, o'pka setish siyosatidan xabardor kishilarning ko'rsatishicha, Xitoy bu orqali o'zining Sharq Turkistonda yurgizayotgan Ramazonni cheklash, buzg'unchilik qilish va shuningdek har xil jinoiy qilmishlarini xalqaro jamiyatga yo'lliq qilib ko'rsatish, o'zining kangri diniy siyosat yo'li qo'yayotganligidek quruq da'vosini tashviq qilishni maqsad qilayotganligi o'tirg'i chiqmoqda. Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistonda asabiylikka qarshi turish shuari ostida elib berayotgan diniy bostirish siyosatlari Uyg'urlarni islom dinining barliq ahkomlariga amal qilmaslikka majburlamoqda. Buni yuqorqidek Ramazon oyini qutluqlash faoliyatlaridami asabiylikka qarshi turishni ta'kidlash orqali qilgan saxta so'zlardan ko'rib yetalaymiz. Boks chempionining to'yida ko'k bayroq jilva qildi. Xalqaro boks sahnalarida ay yulduzliq ko'k bayroqni lapildatib, Uyg'urlarni iftixorlantirgan Öner aka-ukalardan Bug'ra Önerning to'y marosimiga Uyg'urlarmi ishtirok qildi. Marosimda Bug'ra Öner do'p kiyib, Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'ini ochdi. Xalqaro boks chempioni Bug'ra Önerning to'y marosimi 5-iyun Turkiyaning Adana shahrida dog'dug'liq o'tkazildi. Sharq Turkiston xalqining sadosini jaronliq she'rlari orqali turk xalqiga yetkazib kelayotgan Shokichik Mujohid Qashqarli va dadasi Mirkamil Qashqarli Uyg'urlarga vakolatan to'y marosimiga qatnashdi. Ular Anqaradagi Uyg'urlar boshchiligida butkul Uyg'urlarning tabrik va go'zal tilaklarini yetkazdi. Bug'ra Önerga Uyg'urlarning simvollik kiyim bo'lgan do'ppa va Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'ini taqdim qildi. Bug'ra Öner beshiga do'ppi kiyib, marosim zalida ko'k bayroqni ochdi. Ko'k bayroq marosim salonida jilvalanib, qizg'in olqishga erishdi. Mujohid Qashqarli yana Bug'ra Önerning to'yini tabriklab, she'r deklamasiya qilib berdi. U she'r deklamasiya qilayotganda uning orqasida ko'k bayroq echilib turdi. Mujohid Qashqarli va dadasi o'tgan oyda Öner aka-ukalar Amerikadan qaytib kelganda ularni Anqarada ziyofat berib kutib olgan. Aka-ukalar Mujohid Qashqarli oilasi va butun Uyg'urlarni o'zlarining to'y marosimiga taklif qilgan edi. Dünya Boks Komitetining Oltin kamar mukofotiga erishgan Olibtug' Öner va Bug'ra Öner aka-ukalar boks maydonlarida Sharq Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayroq va butkul turkiy xalqlarning bayroqlarini javlon qildirish va zulmga qarshi mazlumlarning yendi ekanligini ochiq oshkora ifodalash bilan kishilarning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Bu qarindoshlar Istiqlol televiziyamizning ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlarning haqliq da'vosini qo'llaydiganligini va boks sohasida Uyg'urlarni xolis tarbiyalab beradiganligini bildirishgan edi. İstanbuldagi portlashda Sharq Turkiston vaqfining yangi xizmat binosi buzg'unchilikka uchradi. İstanbul vaznachilarida portlash yuz berib, 7 saqchi va 4 fuqaro hayotidan ayrildi. Sharq Turkiston vaqfining yangi ishga kirishtirilgan xizmat binosi portlash sababli buzg'unchilikka uchradi. 7-iyun saharda İstanbul vaznachilarida yuz bergan terrorlik hujumiga doir yangi uchurlar kelmoqda. İstanbul valisi Vasif Shahin portlashga aloqador bo'lgan oxirgi bayonotida portlashda 7 saqchi va 4 fuqaroning hayotidan ayrilganligini, yaralangan 36 kishidan 3 kishining ahvolining og'ir ekanligini bildirdi. İstanbul Bayazit saqchixonasi bilan vaznachilar avtobus bekiti orasida sahar soat 8dan 40 minut o'tganda portlash yuz bergan. Bu yerdan o'tib ketayotgan zo'ravonlikqa qarshi turish saqchilari avtomobil bomba hujumiga uchragan. Portlash sababli atrofdagi ba'zi avtomobillar va ish o'rinlari buzg'unchilikka uchragan. Portlash naq maydoniga yaqin bo'lgan Sharq Turkiston vaqfining qurilishi yangi tamomlanib ishga kirishtirilgan xizmat binosi portlash sababli buzg'unchilikka uchragan. Sutuq Bo'raxon kitobxonasining tunji navbatlik kitob yarmankasi ochildi.
İstanbul Zeytinburnu'daki Sutuq Buğraxan kitapxanası yeni açılış münasebeti bilan tunji navbatlik Sutuq Buğraxan Uyg'urcha kitap yarmankisi ochilganligini e'lon qildi. Sutuq Buğraxan kitapxanası İstanbul shahrining Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlaridan biri bo'lgan Zeytinburnuga joylashgan bo'lib, asosligi Uyg'urcha kitaplar, o'quv-o'qitish qurollari va madaniyat buyumlari setildi. Mazkur kitapxona yangi ochilish munosabati bilan shunaqla muhojiratdagi Uyg'urlarning kitob tashnaligi va ehtiyojini nazarda tutib, birinchi qatimliq Sutuq Buğraxan Uyg'urcha kitap yarmankisi o'tkazmoqchi. Yarmankida Uyg'urcha, turkcha va arabcha diniy, tarixiy, adabiy kitaplar, jurnallar, Sharq Turkistonga aloqador kitaplar, Uyg'ur madaniyatining namoyandalari bo'lgan do'ppa, atlas va konvoy ko'ylak qatorliq madaniyat buyumlari va har xil CD plastinkalari ko'rgazma qilindi. Yarmankada qo'yilgan kitob va buyumlarning ba'zilari setildi, ba'zilari hadya qilindi. Bu navbatlik yarmanka 6-oyning 13-kuni boshlanib, Ramazonning oxirigacha, ya'ni 5-iyul kunigacha davom qiladi. Sutuq Buğraxan kitapxonasi muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarining bu yarmankaga qadam tashlab qilib, amaliy harakati orqali moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashini qizg'in qarshi oldi. Erdo'g'an boks shohi Muhammad Alining mayit namoziga qatnashdi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan 74 yaşında vafot bo'lgan dаңlıq musulmon boks mahiri Muhammad Alining mayit namoziga qatnashish uchun Amerikaga bordi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan 74 yaşında vafot bo'lgan dаңlıq musulmon boks mahiri Muhammad Alining mayit namoziga qatnashish uchun Amerikaga bordi. Musulmon boks mahiri Muhammad Alining vafoti dunyoni zilzilaga soldi. Uning hayot ish izlari, boks maydonidagi zafarlari, musulmon bo'lishi va irqchilikqa qarshi elib borgan kurashlari qaytadan dunyo axborotida kun tartibga keldi. Undaqda bu dаңlıq boks mahiri kim? Muhammad Alining asli ismi Cassius Marcellus Kelly bo'lib, 1942-yili 17 yanvar Amerikaning Kentucky shtati Louisville shahrida tug'ilgan. Amerika tavalligidagi afrikalik bilan irlandiyalikning avlodi. 1960-yili 18 yoshida Rim Olimpik musobaqasida oltin medal elish bilan tonilishga boshlagan. 1964-yili 22 yosh vaqtida Sonny Listonni yengib dunyo chempioni bo'lgan. Bu zafardan keyin dinini o'zgartib islomga kirganligini e'lon qilgan va Muhammad Ali ismini qo'llangan. U 1967-yili Vyetnam urushi mezgilida Amerika armiyasida vazifa o'tab Vyetnam urushiga qatnashishga qarshi turganligi uchun 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Garchi turmaga kirmagan bo'lsa-mu, lekin bokschilik kasbiy hayoti to'salg'iga uchrab, musobaqaga qatnashish salohiyati elib tashlangan. Pasporti musodara qilingan. U musulmon bo'lishi va yuqorqi kechirmishlari bilan davrining eng dаңlıq shaxslarining biriga aylangan. U hayotida 61 maydon musobaqaga qatnashib, 56 maydonda g'alaba qilgan. U 1981-yili kasbiy hayotini oxirlashtirgan. 1984-yildan buyon Parkinson kasaliga giribtor bo'lib qolgan. Muhammad Ali 4-iyun nafas yo'lidagi to'salg'u sababli doktorxonaga elib berilgan va doktorxonada vafot bo'lgan. Erdo'g'an boks shohi Muhammad Alining mayit namoziga qatnashish uchun Amerikaga safar qilish arafasida Anqaradagi Asanbug'a aerodromida bergan bayonotida Muhammad Alining boks maydonlarida qanchalik dаңlıq bo'lsa, insonlarning qalblarida shunchalik mashhur ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Uning har bir so'zi, har bir mushti, har bir g'alabasi Afrikadan tortib Osiyog'acha milliardlarcha mazlumlarga umid beg'ishildi. Kuch-quvvat ato qildi. U irqchilik va ayrimchilikqa qarshi harmay-talmay kurash qildi. Uning Alloh taoladan boylik talab qilgan edim. Allohga shukrlar bo'lsinki, u menga islomni ihson qildi degan so'zi nihoyat zo'r ahamiyatga ega. Uning musulmon bo'lgandan keyingi ulgulik ish izlari nurg'unlagan kishilarning musulmon bo'lishida turtkilik rol o'ynadi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Amerika Qo'shma Shtatlarga yetib borgandan keyin rafiqasi Amina Erdo'g'an va hamrohligidagi hay'at bilan birlikda Louisville shahridagi Muhammad Ali muzeyini ziyorat qildi. Muzeydan chiqishida chet ellik muxbirlarning savollariga javob bergan Erdo'g'an Muhammad Alining erkinlik jangchisi va urushga qarshi masalalarda ulgulik shaxs ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Erkinlik uchun harmay-talmay kurash qilgan va bu kurashini 22 yoshida musulmon bo'lgandan tortib toki vafot bo'lganga qadar davomlashtirgan ulgulik bir shaxsning mayit namoziga qatnashmay yiroqdan kuzatsak to'g'ri bo'lmaydi. Musulmon qarindoshi bo'lish sifatim bilan uning mayit namoziga bevosita qatnashishni xalqim nomidan bosh tortib bo'lolmaydigan muqaddas burchim deb qaradim. Marhumning yotgan yeri jannat bo'lg'ay. Amerika Mudofaa ministeridan Xitoyga ogohlantirish.
Amerika Mudofaa ministri Carter Amerikaning davomli holda Osiyo Tinch okean rayonining xavfsizlik qo'g'dug'uchisilik rolini oladiganligini e'lon qildi va Beyjingni Janubiy Xitoy dengizida kengaymichilik harakati elib bormaslikka, o'zini tanha o'ringa tushirib qo'ymaslikka ogohlantirdi. Singapurda ochilgan Shangri-La dialogi nomidagi Osiyo xavfsizlik yig'inida Amerika Mudofaa ministri Carter Amerikaning davomli holda Osiyo Tinch okean rayonining xavfsizlik qo'g'dug'uchisilik rolini oldiganligini e'lon qilgan va Beyjingni Janubiy Xitoy dengizida kengaymichilik harakati elib bormaslikka, o'zini tanha o'ringa tushirib qo'ymaslikka ogohlantirgan. Xitoy dengiz armiya general-mayori uningga raddiya berib, Amerikaning bu so'zlari dal Xitoyni yetim qoldirish uchun aytilgan degan. 3-iyundan 5-iyungacha o'tkazilgan 15-navbatlik Shangri-La yig'inida Xitoy, Amerika va boshqa Osiyo davlatlarining zo'r besimiga duch kelgan. Amerika Mudofaa ministri Ashton Carter Xitoyni ogohlantirib, agar rayonlik hamkorlikqa qatnashmasa, o'zi uchun o'zini yolg'iz qoldirish sepili yasaydiganligini aytgan. Carter Xitoyni Osiyo xavfsizlik to'riga kirib, Janubiy Xitoy dengizidagi misli ko'rilmagan kengaymichilik harakatlari keltirib chiqargan qo'shni davlatlarning Xitoyning strategik muddaosiga bo'lgan andishalarini tugatishga chaqirgan. U yig'inda kelgusi necha 10 yilda Amerikaning davomli bu rayondagi xavfsizlik qo'g'dug'uchisi ekanligini aytgan va Xitoyni ig'vogarchilik harakatlari elib bormaslikka ogohlantirgan. Agar Xitoy talash tartishlik Sikaborov Xitoycha Huangyan orolida dengiz tindirib orol yassa, belgilik oqibat keltirib chiqaradiganligini ta'kidlagan. Ashton Carter yana Amerikaning ikki davlat armiyalari orasidagi kelishimni kengaytirishni umid qildiganligini bildirgan. Yaponiya mudofaa vaziri Gen Natakani yig'inda qilgan so'zida Yaponiyaning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining harbiy kuchini kengaytirib qo'rishiga yordam beradiganligini, bu orqali Janubiy Xitoy dengizidagi yakki taraflik xatarlik hujum bo'lish harakatiga taqobil turadiganligini bildirgan. Xitoy davlat mudofaa ministrligi xalqaro harbiy hamkorlik ishxonasining mudiri Dengiz armiya general-mayori Guan Yofei Carterning so'zlariga raddiya berib, Xitoyning nurg'un islohotlarni elib berib, rayondagi davlatlar bilan munosabatini kuchaytirganligini aytgan. Yaponiya Xitoy bosh elchisini chaqirdi. Xitoyning bir harbiy paraxoti Senkaku orolining dengiz tavalligiga kirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligi kechalab Xitoyning Yaponiyadagi bosh elchisini chaqirtib, norozilik bildirdi. Yaponiya Kyoto agentligining xabar qilishicha 9-iyun payshanba kuni kech soat 12:50 da Xitoyning bir harbiy paraxoti Senkaku oroli dengiz rayonida paydo bo'lgan. Yaponiyaning bir qo'g'dug'uchi paraxoti buni bayqagan. Xitoy paraxoti Yaponiya paraxoti nazorati ostida soat 3:10 minut o'tganda bu rayondan ayrilgan. Yaponiya tashqi ishlar ministrligi payshanba kech soat 2 atrofida Xitoyning Yaponiyada turishliq bosh elchisini chaqirtib, bu ishga bo'lgan qattiq andisini va noroziligini bildirgan. Xitoydan jiddiy vaziyatni texmo kuchaytirmaslikni talab qilgan. Xitoy bosh elchisi bo'lsa, Senkaku oroli Xitoyning zimini, Yaponiyaning noroziligini qabul qilmaymiz degan. Yaponiya amaldorlarining bildirishicha, bu Xitoy dengiz armiyasi paraxotining tunji qatim Senkaku oroli atrofiga yaqinlashishi ekan. Kanada bosh ministri Xitoy tashqi ishlar ministerining kanadalik muxbirga qayig'anligiga norozilik bildirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau juma kuni Kanada hukumatining allburun Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining kanadalik muxbirga qayig'anligiga norozilik bildirganligini aytdi. 1-iyun Xitoy va Kanada tashqi ishlar ministrlari Kanadada muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan. Kanadadagi bir xabar gazetining muxbiri Kanada tashqi ishlar ministridan kishilik huquq haqida savol so'raganda Xitoy tashqi ishlar ministri chichangishib ketgan va muxbirga tanbih bergan. Muxbir Kanada nima uchun Xitoy bilan texmo yaqin munosabatni saqlaydi? Qanday qilib bu xil munosabat orqali Xitoyning kishilik huquq ahvolining yaxshilanishiga turtki bo'ladi? Gerçi savol Wang Yidan so'ralmagan bo'lsa-mu, lekin u taqat qila olmasdan muxbirga qaytirma hujumga o'tgan. U muxbirga qo'lni chinab turib, "Sening savoling Xitoyga qarata bir taraflamalik va haqoratlikqa to'lgan. Men butunlay qabul qilmayman." U orqadan muxbirga, "Sen Xitoyga berib boqqanmi? Xitoyning namrat va qalaq holatdan 600 million kishini namratlikdan qutuldirganligini bilamsan. Xitoyning kishi beshiga to'g'ri keladigan GDP'si $8000 bo'lgan ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda ekanligini bilamsan. Xitoyning kishilik huquqini qo'g'dashni asosiy qonunga kirgizganligini bilamsan" degandek savollarni yog'dirib o'tgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau, Kanada tashqi ishlar ministri va yer shari ishlari bo'limi amaldorlarining Xitoy tashqi ishlar ministri va Xitoyning Kanadadagi bosh elchisiga noroziligini bildirganligini aytgan.
u biz muxbirimiz uchirgan muomalaga qattiq norozi degan. Trudo so'z erkinligi menga nisbatan intayin muhim. Biz axborotchilikning vazifasining sezgur masalalarni o'ttirg'i chiqarish ekanligini bilamiz degan. Bu ish Kanadada zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Kanadadagi o'qituvchi partiyalar Kanada tashqi ishlar ministerining naq maydonda Wang Yining qilmishiga norozilik bildirmaganligini ayblagan. İzmir'de bazı qurgan Xitoy aldamchilik shaykisi pash bo'ldi. Türkiye'nin İzmir şehrida bazı qurgan Xitoy va Tayvanliklardan tashkil topgan bir aldamchilik shaykisi pash bo'ldi. Türkiye'nin İzmir şehri ular nahiyasida aldamchilik shaykisi qurib, nurg'un kishini tuzoqqa tushirib, millionlab harom pul topgan Xitoy va Tayvanlik aldamchilar xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkilotini mo hayron qoldirgan bir harakat bilan bitchit qilingan bo'lib, aldamchilik vositalari oshkorlangandan keyin zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. 82 kishilik bu aldamchilik shaykisi İzmir shahrida qimmat baholiq dachi ijaraga elib o'ltirgan bo'lib, kishining aqliga kelmaydigan usullar bilan Turkiya vatandoshlari shundaqla Xitoy va Tayvanliklarni aldash nishoni qilgan. Bu aldamchilik guruhining a'zolari pochta xodimi siyoqiga kirib olib, kishilarga boj qarzi borligini va o'tishi kerakligini aytib aldamchilik qilgan. Bankalarning avtomatik pul elish mashinasiga karta nusxalash uskunasi o'rinlashtirgan. Saqchilar dastlabda aldamchilarning karta nusxalash uskunasi o'rinlashtirganligidek yip uchiga asosan harakat boshlagan. Odamsiz aeroplan orqali ularni iz qo'g'lab nazorat qilgan. Saqchilar uyga besib kirganda ko'rgan manzaradan hayron qolgan. Saqchilar naq maydonda 82 kishini qo'lga olgan. Dachiga elib borgan tekshirishlarda aldamchilarning ovozning sirtqi chiqib ketishidan ansirab, tamlarga ezil yoturliq modda o'rnatganligi o'tirg'i chiqqan. Uydan o'nlagan yonfon, kompyuter, Turkiya va chet elning telefon kartalari, Xitoy va Tayvanlik 7 kishining salohiyat uchurlari qo'lga tushgan. Bu 82 kishidan 10i qo'lga elinib turmaga qamalgan. Qolgan shayka a'zolari chigirdan qo'g'lab chiqarib etilish uchun İzmir ko'chmanlar idorasiga topshirib berilgan. Mazlumlar mazlum qarindoshlarını unutmadi. Türkiye'nin İstanbul'da faaliyet ilib berayotgan Yevropa Asiya Tadqiqot Ta'lim Tarbiya va Ijtimoiy Farovonlik fondining faoliyat doirasi kunsiri kengaymoqda. Türkiye'nin İstanbul'da faaliyet ilib berayotgan Yevropa Asiya Tadqiqot Ta'lim Tarbiya va Ijtimoiy Farovonlik fondining o'rinlashtirishi va biz ummatimiz Suriyaga yordam, Andalus jamiyati, Suriya Turkman jamiyati qatorliq tashkilotlarning hamkorlashishi bilan Suriyadagi urush sababli o'z vatanlaridan ayrilgan yetim yesir musofirlarga, shundaqla Falastinning G'azza rayonidagi ehtiyoj egalariga muborak Ramazon oyi kirishi bilan tang jiddiy yordam faoliyatlari elib berildi. Qisqa ismi bilan Avrasiya fondi deb atalgan bu jamiyat İstanbulda 2007-yili qurilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi mazlumlarga hech qanday ayrimchilik ko'rsatmasdan xizmat qilishni g'oya qilgan. Jamiyatning asosli faoliyatlari Suriya urush qo'zg'algandan keyin jonlangan bo'lib, hozir faoliyat doirasi kunsiri kengaymoqda. Avrasiya fondi Ramazon kirgandan buyon Turkiyaning Hatay viloyatida bo'lgan Shahid Bahauddin yetim yesirlar musofirxonasida iftorlik va suhurlik hozirlamoqda bo'lib, har kuni iftor va suhurlik 1500 kishilik tomoq tarqatmoqda. Hatayning yaylatig'ida yashayotgan suriyalik turkman musofirlari bu dasturxonning doimlik mehmoni bo'lib, ularning ko'pinchisi urush sababidan erlari shahid bo'lgan tul ayollar va yetim bolalar ekan. Hammadan bak xushallanarlik bo'lgani Avrasiya fondi raisining Uyg'ur bo'lishi bo'lib, ziyoratimizni qabul qilgan jamiyat raisi Abdulg'affar Tam Uyg'ur mundaq dedi. Bizga o'xshash mazlum bir millat boshqa mazlumlarning ahu-zarini, dard alamlarini boshqalarga qaraganda texmi yaxshi his qila olamiz. Fondimiz oxirgi 2 yilda ko'plagan yerlik va xalqaroliq buyuk yordam faoliyatlarida yer oldi. Albatta biz o'z xalqimizning dard alamlariga ko'ngil bo'lish bilan birga, bizga o'xshash mazlumlarning yendi tura olganligimiz, boshqa ko'plagan jamiyatlarni harakatga keltirib mang'alganligimiz bizni suyundirdi. Bu iftixor ayni vaqtda barliq Uyg'ur xalqiga mansubdir. Chunki o'zi ehtiyojli turib, qiyinchilikdagi qarindoshlarini o'ylay olgan ruh sahobalar ruhidir. Tunugun Avrasiya fondi jamiyati raisi Abdulg'affar Tam Uyg'ur apandim Hatayda ziyorati bo'lib, Suriya Turkmanlar jamiyati mas'ullari bilan ko'rishgan, shundaqla mavjud masalalar haqida suhbatda bo'lgan. Jamiyat yana bugun 10-iyun Suriyaning ichidagi qarindoshlarga 2 yuk mashinasi yemaklik kirgizgan bo'lib, bugun oqshom iftorgacha ehtiyoj egalariga yetkazib bo'lishga tirishayotganligini bildirdi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.